Yotgan paytingizda ham belingiz og'riydi. Hattoki o'tirgan paytda bo'ladigan og'riqdan ham charchagansiz. Yana yetmaganiga yurishga ham qiynalasiz. Bularning hammasiga asosiy sabab sizni bel grijasi bezovta qilishi. Demak, bel griji o'zi nima? Bel grijasi qaysi paytlar og'riq beradi va bu og'riqlarning davosi bormi? Bu haqda sizlar bilan videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz to'liq gaplashib o'tamiz. Yana sizlarga video oxirida juda ham chiroyli bir bonusimiz, sovg'amiz bor. Demak, videoni o'tkazmasdan ko'rishlarni tavsiya beraman. Bel grijasi o'zi nima? Bel grijasi hech qanaqa belda tuz yig'ilishi, belda go'sht qisilib qolishi emas. Bel grijasi ikkita suyagimizni birlashtirib turuvchi, demak, umurtqa pog'onamizdagi ikkita suyagi orasida uni birlashtirib turuvchi tog'ay, ya'ni diskni ezilib ma'lum bir miqdorda o'zini har doimgi turadigan doirasidan ozgina tashqariga, ya'ni bo'sh joy nerv kanaliga qarab ezilishiga aytiladi. Demak, disk ezilishi har doim griji bo'ladimi? Disk ezilishi birinchi уже yengil variantda boshlang'ich etapi protruzia deb aytiladi. Sal kattalashib 3 millimetrgacha razmerda chiqadigan bo'lsa osteoxondroz va undan kattasi grija deb aytiladi. Grija har doim operatsiya qilinmaydi. Demak, grijani deyarli 10 millimetrgacha bo'lgan har bir grijani operatsiyasiz 100% davolash imkoniyati bor. Albatta, individual kelib chiqqan holatda. Demak, bel grijasida bo'ladigan og'riqlarning sababi asosiysi, birinchi og'riq boshlanishi bizda og'irroq ish qilgan paytlarimizda, neto harakatlar qilgan paytimizda belimizning o'zida og'riq paydo bo'lishni boshlaydi va bu bizani har doimgidek bee'tiborligimiz tufayli, loqaydligimiz tufayli vaqt o'tib sekin-sekinlik bilan og'riq kuchayishni boshlaydi, ko'proq muddat og'riydi va keyinchalik sekin-sekin o'ng yoki chap oyog'imizga, ukol qiladigan joy, ya'ni bo'ksamizga va oyog'imiz pastki qismi boldirlarga og'riq berishni boshlaydi. Va bu og'riq biz bilan griji уже kuchayib bo'lgandan keyin deyarli 24 soat biz bilan birga o'tadi. Demak, og'riq qoldiruvchi biron bir tabletka yoki ukol oladigan bo'lsak, og'riqdan qutulishimiz mumkin, faqat vaqtinchalik. Nevropatologga borib lecheniya qilishimiz mumkin, vaqtinchalik. Uni vaqti uzoqroq 5-6 oygacha o'zingiz yaxshi his qilishingiz mumkin. Lekin grija hech qachon 100% dori-darmon bilan davolanib ketmaydi. Demak, og'riq bo'lishiga asosiy sabab og'riq nima? Demak, bizning diskimizning o'zida hech qanaqa retseptor yo'q. U og'riq sezmaydi. Disklarimiz demak tegmaganga tegadigan holatda bo'lib, turgan nervimizga o'zi yo'l-yo'lakay ezilib, tegib yetib boradi va bu nervga tekkandan keyin ana o'sha nervimiz bizning organizm qaysi tochkasiga borgan bo'lsa, o'sha joyda og'riq paydo bo'la boshlaydi. Demak, grija og'ir ko'tarishdan, og'ir ish qilishdan kelib chiqadi, lekin nima uchun bizda yotgan paytda ham og'riq bo'ladi? Demak, yotgan paytda og'riq bo'lishining sababi bizani umurtqa pog'onamizni tikka turishini ta'minlash o'zi bizani orqamizdagi uzun orqa muskulli vazifasi. Demak, u muskul o'z vazifasini bajargan paytda bizani umurtqa pog'onamizga nagruska yuklama kamroq tushadi. Bizlar yotgan paytimizda bo'lsa, o'zimizni bo'sh qo'yganligimiz uchun shu muskul bo'shashadi va umurtqa pog'onamiz ham o'zini bo'sh qo'yib, ezilgan disklar yana battarroq eziladi. Ezilmaganlari bo'lsa, shu o'zini har doimgi holatda turadi. Demak, noto'g'ri yotilgan paytda har doim bel grijasi og'riq bera boshlaydi. O'tirganimizda og'rishining sababi bo'lsa, o'zi kam harakat odamlarda ko'proq o'tirishdan grija kelib chiqadi. Demak, urida L5-S1 sohada butun tana vazni deyarli 70-80% ni bitta dona bel umurtqamiz ko'tara boshlaydi. Demak, asosiy L4, L5, L5-S1 orasidagi disklar ko'tara boshlaydi. Demak, shu disklarga yuklama juda ham ko'p muddatda qarovsiz uni o'zini holatini restavratsiya qilishga imkon bermagan holatda ezilganligi uchun bu disk ezilishi ko'payib boradi. Demak, o'tirgan paytimizda battarroq bizani og'riq berib bezovta qiladi. Yurgan paytimizda og'rishining sababi bo'lsa, biz yurgan paytimizda tazimiz harakat qiladi. Oyoq o'ng chap ko'tarilgan tepaga pastga va umurtqa pog'oni bunda ma'lum bir miqdorda harakat qila boshlaydi. Demak, shu paytda disk grija nervi ko'proq qisgan holatda og'riq bera boshlaydi. Chunki tasavvur qilishimiz mumkin, biron bir narsa ezilib turibdi, uni biz olmoqchi yoki biror nima unga bir tashqi ta'sir ko'rsatadigan bo'lsak, uni shunday olish iloji yo'q. Bu ma'lum bir miqdorda disk nervi ezib boradi. Demak, yurgan paytimizda ham og'riq shu uchun kuchayadi. Bizning umurtqa pog'onida qon aylanish har doim o'zi ko'nikkan qon aylanishdan ko'ra o'zgarish, ya'ni qon aylanish kuchaysa ham, qon aylanish pasaysa ham og'riq kuchayishi mumkin. Demak, bel grijasining asosiy davosi faqatgina umurtqa pog'onini cho'zish. Qanaqa usul bo'lishidan qat'iy nazar umurtqani cho'zish.
Demak, uy sharoitida ham cho'zishingiz mumkin mashqlar bilan yoki oyoqdan osilishimiz mumkin yoki biron bir mutaxassisga borib qaysidir bir apparatda cho'zdirishimiz mumkin. Demak, cho'zish 100% davo bo'la oladi. Bel grejasini davolagandan ko'ra oldini olgan afzalroq hamma uchun. Demak, hammamizni ham kuzatilib turadi. 1,5 qanaqadir og'ir ish qilgan holatlarimizda bel og'rig'i kuchayishi mumkin yoki oyoqlarimizda og'riq paydo bo'lishi mumkin. U bo'lsa, ya'ni bizda kechqurun uxlab turib yoki biron bir dori-darmon iste'mol qilganimizdan keyin og'riqni qo'yib o'zimizni yaxshi his qilishimiz mumkin. Demak, bu bizning grejamiz boshlanishi. Xuddi shunday holat sizda bo'ladigan bo'lsa, o'zingizga befarq bo'lmasligingizni tavsiya beraman. Demak, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, siz o'zingizga befarq bo'lmagan, o'zingiz uchun g'amxo'rlik qila oladigan odamsiz. Siz uchun bizning bo'layotgan sovg'amiz demak tayyor. Video tagida, ya'ni описаниеda va kommentariyada biza o'zimni shaxsiy Telegram lichkamizni qoldiramiz. Demak, sizda shu greja, bel og'rig'i paydo bo'lgan bo'lsa yoki oldindan kuzatilib turib bundan qutulish xohlaydigan, asosiysi tabiiy yo'l bilan va tekinga qutulish xohlaydigan bo'lsangiz, o'sha Telegram lichkaga davo so'zini yozasiz. Men bo'lsa o'zim sizga o'sha kerakli mashq, kerakli tavsiyalarni tekinga albatta ulashaman. Qo'ldan kelgancha alohida bir muloqot qilishimiz ham iloji bo'ladi. Demak, faqat shu narsani o'zim tashlab beribgina qutulib qolmayman. Sizni o'zingizda qanaqadir savollaringiz bor, qanaqadir muammolaringiz bor, MRTlarni Telegramga tashlab bemalol bu haqida suhbatlashishingiz mumkin bo'ladi. Demak, video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Fikr mulohazalarni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, shunga o'xshash qiziqroq foydali videolarni orqada qoldirmagan bo'lasizlar. Demak, sog' bo'lasizlar.